Chak-chak bo'g'irsoqlarni lochira patirga tersanglar hayit dasturxonida juda ham chiroyli ko'rinadi. Bugun shu lochira patirlarni tayyorlashni o'rgataman. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Unda retseptni boshlaymiz. Iliqqina sutga eritilgan sariyog', mol yog'i, shakar, tuzni solib yaxshilab aralashtiramiz. Oz-ozdan unni solib yumshoqqina yoqimli xamir qoramiz. Xamirni biroz tindirib 75 grammli zuvalachalar kesib olamiz. Har bir zuvalarni yoyib, kesib, chakich urib, pilani orqa tarafini yog'laymiz. Ustiga lochira patiri joylashtiramiz. Chetlarini shunaqa chiroyli qilib ustiga tuxum sarig'i, sut aralashmasini suramiz, duxovkaga pishish uchun yuboramiz. Lochira patir pishgunicha kecha mehmonlardan qolgan salfetkalarni tozalab olaman. Bunda menga albatta Bavi super очиститель kerak bo'ladi. Ketish qiyin bo'lgan har qanday dog'lar Bavi bilan osongina ketadi. Mana salfetkalarim ham oppoqqina bo'ldi. Lochira patirlar ham pishdi. Buni chiroyliligini qaranglar. O'zini yesanglar ham juda ham mazali. Keyingi videolarimni o'tkazib yubormanglar. Xuddi shu chak-chak retseptini o'rgataman.